Ertaga qanday ob-havo bo'lishi aytildi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 30-yanvar kuni kuzatiladigan ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuq, kunduzi 2-3 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi va kunduz 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-3 daraja, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi, qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 4-1 daraja iliq bo'ladi. 30-yanvar kunlari respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor.